Hammaga salom. Bugun 10-video darsligimiz. Xullas, bugun Sketchferada ilovamizga dizayn berishni o'rganamiz. Ya'ni laynerlarga dizayn berishni o'rganamiz. Buning uchun bizga ikkita qo'shimcha ilova kerak bo'ladi. Bularni o'zim ishlatadiganlarim, bularda yana boshqacha turlari ham bor. Buni yuklab olish silkasi kommentariyada bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tib, mana shu kanaldan yuklab olishingiz mumkin. Doimgidek Sketchferaga kiramiz va yangi loyiha ochamiz. Okay, create app va loyihamiz ochildi. Endi oynamizga liner V tashlaymiz, ekran boricha cho'zib olamiz. Va endi buni ichiga liner H tashlaymiz, ikkita. Xo'p, elementlarni markazga joylashtiramiz. Kelinglar, bularga endi margin berib qo'yamiz. 10 va bunisiga ham 10. Okay. Xo'p, endi mana bu ilovalarni Telegram kanalimizdan yuklab olasiz. Birinchisidan boshlaymiz. Sketch UI. Ya'ni mana buni liner deb tasavvur qiladigan bo'lsak, buni dizayn berishimiz mumkin. Bunga o'zimiz o'lchami, bo'yi. Xo'p, rangini mana bu yerda sozlaymiz. Fon rangi bu yerda o'zingizga yoqqan rangni tanlashingiz mumkin. Deylik, mana shu rang bizga yoqdi. Endi buni burchaklarini biroz yumshoqroq qilishimiz mumkin. Har bitta burchakka alohida berishimiz mumkin. Va tepa o'ng qismi, chap qismi va yokida hammasini bir xilda o'zimizga moslashimiz mumkin. Va boshqa funksiyalar stroke, ya'ni mana bu linerni atrofida mana bunday border paydo bo'ladi. Va buni rangini ham tanlashimiz mumkin, bosilish effekti va gradientlardan ham foydalanishimiz mumkin. Xo'p, gradientga rang tanlaymiz. Deylik, mana shunaqa dizayn qilishimiz ham mumkin. Xo'p, endi bosh sahifasiga qaytamiz va ID degan joyiga liner deb yozamiz va buni kopiya qilib olamiz. Va Sketchferaga qaytamiz va endi event bo'limidan onGridga kiramiz. Operator bo'limidan mana bu blokni olamiz. Va endi nusxalagan kodimizni mana shu yerga joylaymiz va saqlanib qilib turamiz hozircha. Endi bu yerda qaysi linerga dizayn bermoqchi bo'lsak, o'sha linerni ID'sini olamiz. Buni qayerdan bilamiz desanglar, ustiga bir marta bosasiz va nomi chiqadi. Buni xohlasangiz o'zgartirishingiz ham mumkin. Bizning holatimizda liner 2 va bunisi esa 3-si bo'ladi ekan. Va kodimizga qaytamiz va kodimizga endi o'sha linerga dizayn berishing kerak deb o'sha ID'ni kiritamiz. Va pastda yana bitta bor. Mana shunga ham o'sha ID'ni kiritamiz. Okay. Xo'p, sinov tariqasida bironta matn nusxalab olaman. Va linerimizni ichiga endi tekst qo'shamiz. Hozir bo'sh turibdi. Tekst bilan qo'ysak, menimcha to'liqroq va yanada chiroyliroq ko'rinadi. Xo'p, o'lchamini biroz kattaroq qilamiz. Va mana. Xo'p, birinchisi
Tayyor. Endi ikkinchi programmamizni ko'ramiz. Va buni ishlashi ham o'xshab ketadi Sketchway'ga. Har birini alohida qaytarishimiz mumkin burchaklarini. Yokida hammasini bittada kamaytirishimiz mumkin. Xo'p, bunda ham gradient tanlashimiz mumkin ekan. Color. Xo'p, yashil qilamiz. Select. Storic. Ha, bu storic color. Xo'p, endi gradientni ikkinchi rangiga buni biroz to'g'rog'ini belgilaymiz. Ko'rishingiz mumkin, mana shu dizaynni hozir men yasadim. Storic colorini esa ko'k qilsak. Xo'p, storic. Xo'p, mana shu. Ko'k ancha bo'lib qo'ydi. Xo'p, mana deylik, mana shunaqangi o'zingizga moslab yasaysiz va soyalarini ham moslashimiz mumkin. Xo'p, endi bunga ham ID kiritishimiz kerak. Liner ichida va copy qilamiz va chiqib ketdi ilovadan. Va yana on create'ga kirib yana o'sha blokni olamiz yoki mana bu blokdan davom ettirsak ham bo'ladi. Xo'p, mana bu ilovani dasturchisi menimcha. Xo'p, liner 3 kiritdik. Boshida mana bunday qavslar qolib ketibdi. Xo'p, mana shu belgilarni qo'yib chiqsangiz, bundan bir nechta foydalansangiz xatolik bo'lmaydi. Okey. Va buni ichiga ham text tashlaylik. Text size ni 18 qilamiz. Va buni o'ziga esa emulatorimizga qaytamiz va bunga joylaymiz, misol uchun text. Okey. Hop, endi o'rnatishdan oldin mana buni yoq qo'yishimiz kerak. Va endi ilovamizni ishga tushirib ko'ramiz. Hop, nima xatolik? Liner 2 va liner mana bu yerga 2 sonini kirityapmiz. Okey. Va endi o'rnatish qilamiz. O'rnatish. Va kelinglar endi bu yerdan ochamiz. Ko'rishingiz mumkin, o'sha dizayn qilganimiz bunda bosilish effekti ham bor ekan. Va mana bu dizaynni biz ikkinchisida qildik va bunisini birinchisida qildik. Bu Sketchway'da, bunisi esa nomi bilmadim. Mana shu ilovada yasadik. Xo'p, bugungi video darsligimiz shulardan iborat edi. Keyingi video darsliklarga qadar ko'rishguncha